Sharq Turkistonda nurg'un masjid taqilib, ba'zilari mayxonaga aylantirilgandan keyin amdilikda juma namozining butunlay cheklanganligi o'tirg'i chiqdi. Erkin Asiya radiosining xabar qilishicha, Xinjiang rayoniga yetkazib kelingandan keyin butun masjidlarda 100 tona sistemasi va kontrol qilish uskunalari orqali kishilarning 5 vaqt namozi uchun masjidga kirishga cheklama qo'yilgan edi. Hozir bo'lsa juma namozining butunlay ma'ni qilinganligi o'tirg'i chiqdi. Zaytunburunda Sharq Turkistonlik bir ayol telefonda so'zlashayotgan vaqtda mototsikllik bulonchi uning qo'lidagi telefonni bulab qochgan. Yosh ayolning yerga yiqilganlik holati bexatarlik kameraga tushib qolgan. Soqchilar 5-noyabr ib bo'lgan bir harakatda ikki gumondorni qo'lga tushirgan, orqadan sud rasmiy qo'lga ilingan. Xitoy kommunistlari Qumul shahrida bir uqtirish chiqarib, atalmış terrorizm, bölgünçilik va asabiylik bilan zararlangan kishilarni o'zini ma'lum qilishga chaqirdi. Qumul shahrining rasmiy ijtimoiy taratquv hisobida e'lon qilingan uqtirishida 30 kun ichida taslim bo'lish gunohini e'tirof qilganlarning jazosining kechirim qilinish mumkinligi aytilgan. Amerikaning Xitoydan import qilingan million dollarlik qimmatidagi tovarga qo'ygan qo'shimcha bojdan nurg'un foydaga erishganligi o'tirg'i chiqdi. Yevropa iqtisod va moliya siyosiy tadqiqot to'g'ri e'lon qilingan bir tadqiqot dokumentiga asoslanganda, Amerika Xitoydan import qilingan mallarga qo'ygan boj orqali jami 18 milliard 400 million dollarga erishgan. Xitoy kommunistlarining mablag' solgan filmlarining sonining eshishiga ergishib, Hollywoodda Xitoyni tanqid qiladigan yoki Xitoyga qarshi filmlarning ishlanishida zo'r ko'lamda ozlab ketganligi o'tirg'i chiqdi. Hollywoodda Xitoy mablag' solgan filmlarning sonining yaqinqi 10 yilda keng ko'lamda eshish ko'rilganligi ma'lum. Bu eshishning Xitoy askarlarining Tibetliklarga zulm qilinganligi haqidagi aytishlarga o'rin bergan Tibet 7 yil qatorliq filmlarning ishlanishiga to'sqinlik qilinganligi bildirildi.